degan so'zni hammalar bilamiz, ha. Yiki desak bir dal, bir dana deganni bildiradi. Shunami? Undaqda bu k degan so'zning yana boshqacha alohida bo'lgan ishlatadigan o'rinlar bor desa mayron qilishingiz mumkin. Uning ustiga turmushda intayin ko'p deymiz buni. Yine munda bir qurilma bor. Yine fe'l anaga qo'shilgan g, ana qo'shilgan sifat deb. Masalan, 弄个明白 desak, oxirgacha oydinlashtirib olish, zodi nim bo'lganligini oydinlashtirib olish degan gap. 说个清楚 desak, aniq bir so'zlab olish, aniq bir davilish deganni bildiradi. Yana masalan, 吃个饱 desak, to'yg'ichi bir yeyish, to'yg'ichi bir yeyish deganni bildiradi. Demak, mushu g degan so'z o'tirib qo'shilib kelgandan keyin shu ish harakatni oxirigacha, puxadan chiqcha, tal to'kis, yetarli holatda ilib berish kerakligini bildirib berdi. Masalan, to'yib bir yeyish, aniq bir so'rash, aniq bir so'zlash, oxirigacha aniq bir bilib olish degan gapning hammasi shu ish harakatni puxadan chiqcha, oxirigacha yetarli holatda ilib berish kerakligini bildirib o'tadi-ku. Mushundaq ma'nosi bor. Masalan, silishtirib bersam, 弄明白 bilan 弄个明白ning qanday farqi bor deganda, 弄明白degan aniqlashtirib verish degan gap. 弄个明白deganimiz zodi qandaqligini aniqlashtirib verish degan gap. Masalan, 说清楚 deganimiz aniq deyish degan gap. 说个清楚 desak, aniq bir deyish degan gap. Aniq bir deyish deganimiz shu zodi qandaqligini aniq bir deyish degan gap ku, o'xshamaydi-da manasi. Yana masalan, 吃饱 desak to'yg'ichi yeyish, 吃个饱 desak to'yg'ichi bir yeyish deganni bildirdi. Demak, mushu g o'tirib qo'shilib kelsa shu ish harakatni qong'icha, puxadan chiqcha, yetarli holatda ilib berish ma'nosi chiqadi. Unda bo'lsa, mushu qurilmani ishlatib, pinonchida jumlalarni tuzish orqali mushu qurilmani bir takrorlab olinglar. Turmushda intayin ko'p ishlatamiz do'stlar. Ob'yam degandek, 弄明白 deb gapingizlar, 弄个明白degan gapingizning farqi xili bor, faqat o'xshamaydi. Masalan, buni biz qanday yerlarda ishlatamiz desak, shu 弄个明白deganni misol keltirib jumla tuzib beray. Masalan, siz bir ishni bijirib o'tdingiz, lekin bu ish bir ishga suzilib ketdi. Faqatlam bo'lmadi. Masalan, bankdan telefon qilib o'ylamoqchi bo'ldingiz deydi. Bankdan faqatlam bir xabar kelmadi mushtachaqda. Men bankga berib bir so'rab boqay. Zodi nim bo'ldi degan gap qilmoqchi bo'lsak, masalan, 我得去银行弄个明白到底咋回事儿。我得去银行弄个明白. Men bankga berib bir aniqlashtirib berishim kerak. 到底咋回事儿? Zodi nima ish bo'ldi deb mushundaq yerda 弄个明白 desak, ayada 弄明白degan qaraganda intonatsiyaning texnik kuchli bo'lganligi hamda o'zimizning shu ishga bo'lgan pozitsiyarimizning qattiq ekanligini ifodalab beramiz. 我得去银行弄明白 degan bilan 我得去银行弄个明白deganning farqi bor. Beshinchisi, 我得去银行弄明白deganimiz men bankga berib aniqlashtirishim kerak deganni bildirdi. Keyingisi, 我得去银行弄个明白deganimiz men bankga berib bir aniqlashtirishim kerak. Zodi bir aniqlashtirishim kerak deganni bildirdi. Bugun oldinglarmi? Bekchiq gap ketdim. Cümlelerini tuzib, pinonchida yozish orqali takror qilib o'rganinglar. Oldin men qo'linglarda mavi kitob bor do'stlar. Mavi kitob bor. Uyda to'p besib turib ketgan do'stlar, mushqatimlik fursatdan cho'qim foyda qilinglar. Mavi kitobni biz sizlarni yana o'rganib bo'lmay qolmasin deb eng negizli yerlarni yig'inchaqlab turib, eng qo'lnishchan yerlarni yig'inchaqlab turib, yangi dars tayyorladim. Bildigan so'zliklari az do'stlar, yoki 0 seviyadan başlamoqchi bo'lgan do'stlar, o'sha qatnashsanglar bo'ldi. Dars anglab qo'yib, lam bo'ldi qilqayish yo'q. Chuqur vaqt chiqarib, darsni o'zlashtirib, yig'ilsa yozig'cha topshiriqlarni o'rindaysiz. Undan sirт hozirgi faoliyatdan foydalanib tizimlab olganlar, shu kunda o'rgangan darsni cho'rdab turib biz parang qilamiz, ya'ni ig'isini kuchaytirish ep boramiz. Buni men shu faoliyatdan foydalanib tizimlab qolganlarga haqsiz sovg'at qilib berma. Buningdan bundaq bo'lmaydi. Shuning uchun men bir o'rganib, men paranglashalaydigan bo'lsam bo'ladi deydigan do'stlar. Beka do'yin ko'rib vaqtini israf qilmaydim. O'rgansam bo'ladi deydigan do'stlar, darhol men bilan aloqa qilishinglar. Mana shunday ko'chit faoliyat oyoqlash ketadi. Boshqa nomer bor va yoki o'zingizning nomerni bevosita qoldirsangiz bo'ldi.